orqali zararsizlantiriladi. Suv inshootlarini doimiy ravishda gipoxlorid natriy bilan ta'minlab, aholiga uzatilayotgan ichimlik suvini uzluksiz zararsizlantirib, to'l qoldiqni har soatda aniqlab turish uchun maxsus daftar qayd etilib boriladi. Ichimlik suvini bakterisid uskunasiz bilan zararsizlantirilgan inshootlar Toshkent viloyati suv ta'minoti AJ tomonidan yangi 6 dona bakterisid uskunalari berildi. Bundan tashqari suv inshootlarida zamonaviy dozator orqali ichimlik suv zararsizlantiradi. Bu inson omilsiz zararsizlantirish ham yo'lga qo'yilgan. Joriy yilning yanvar, fevral, mart oylarida jami Bo'stonliq tumani filialimiz laboratoriya xodimlari tomonidan 350 ta kimyoviy va bakteriologik tahlil namunalari olingan bo'lib, barchasi ijobiy natijalar ko'rsatgan. Shulardan Bo'stonliq tumani SES xodimlari bilan Bo'stonliq tumani bilan rejaviy asosida suv inshootlaridan 32 ta ichimlik suvi bilan tahlil namunalari olingan. Bu hammasi o'z milliy standart talablariga javob berib, 133/2024 talablariga mosligi aniqlandi. Bo'stonliq tumani filiali tomonidan 26-yil 1-oyda mukammal ta'mirlash uchun 1100 metr uzunlikdagi ichimlik suv tarmoqlari yengina tortishlar amalga oshirildi. 14.381 metr uzunlikdagi ichimlik suv tarmog'i joriy ta'mirlandi. 3845 metr uzunlikdagi oqva suv tarmog'i joriy ta'mirlandi. 2 dona nasos agregati mukammal ta'mirlandi. 3 dona PC uskunasi nasos agregatlariga o'rnatildi. 6 dona bakterisid uskunasi berilgan. Mana shu ikkinchi kvartalda xudo xolasa ustanovka ishlari davom etadi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, shu masalaga doimiy komissiyamiz ko'rib chiqilgan, atroflicha muhokama qilingan, hozir tayyorlangan qaror loyihasi yuzasidan doimiy komissiya xulosasi tinglanadi. So'z doimiy komissiya raisi Ahmedov Fathulla Rahmatullayevga. Marhamat Fathulla. Toshkent suv ta'minoti Bo'stonliq tumani filiali rahbari vazifasini bajaruvchi Rajapovning hisoboti asosida tayyorlangan kengash qarori loyihasi bo'yicha doimiy komissiya xulosasi. O'zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunning 24-moddasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 24-oktyabrdagi PQ 343 son qarorining 1-ilovasi 27-bandida aholini ichimlik suv va ta'minoti va oqova suvlar chiqarib yuborish bilan ta'minlash darajasini oshirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar hamda kelgusidagi rejalar to'g'risidagi har chorakda xalq deputatlari tuman kengashida hisobot berib borilishi belgilangan. Ushbu hujjatlarga muvofiq Toshkent suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyat Bo'stonliq tumani filiali rahbarining aholini ichimlik suv ta'minoti va oqova suvlari chiqarib yuborish bilan ta'minlash darajasini oshirish bo'yicha 2026-yil 1-chorak yakuni bilan amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi hisoboti agrar qurilish, kommunal sohalar, ekologiya, sanoat va transport masalalari bo'yicha doimiy komissiyaning 2026-yil 9-apreldagi yig'ilishida tinglanib, batafsil muhokama qilindi. Tinglangan hisobot asosida kengash qarori loyihasi tayinlanib, kengash kotibiyatiga taqdim etildi. Kengash qarori loyihasi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati kengashining 2025-yil 28-yanvardagi 54 hamda 55-sonli qarorlari va qonunchilik texnikasi talablari asosida ishlab chiqilgan. Doimiy komissiya a'zolari ishlab chiqilgan qaror loyihasini tasdiqlab berish maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. Rahmat Abdullaga. Sobir, mana hozir hisobotda eshitdik. Aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan daraja 72.4, kanalizatsiya bilan ta'minlanishi 32.1% deb eshitdik. Bu 2026-yil yakuniga qadar bu qanchaga ularni yetkazish masalasi belgilangan sizlarda? Hozir necha foizga yetkazish shu masala? Qolgan 8 ta MFI deb taklif o'tdim boya. 8 ta MFI buloq suvlari qolgan manbalardan foydalanib kelyapti dedik. Ular qatoriga Qoramozor, Xumson, Boladala shular qishloqlarni suvlashtirganmiz. Faqat shu suv manbalari bu yil skvajnalari urilmaganiga skvajna urish, masalan, bu yerda qizil suv bor, hamma tarmoqlar tortilgan. Faqat skvajnasida 51-18 bo'yicha qolib ketgan ishlari bor. Shu 3 ta 4 ta MFI suvlashtirish bu yilga biriktirib aniq rejalar bormi? Bu yil oxirigacha shuncha foiz yetkazamiz, qonunchilik bilan ta'minlanishi. Kanalizatsiyani shuncha foiz yetkazamiz tumanda degan. Faqat ichimlik suv bilan hozir botgan. Necha foizga o'rjinga bo'lgan?
hozir 72 to'r bo'lsa 75 lik ko'tarish plan qilingan yil oxirigacha. Mana shu 4 ta MFI bo'yicha. Hurmatli deputatlar, kimda savol bor? Marhamat. Savol bor edi. Mana hozir mahallalar open byudjetda kanalizatsiya yutyapti ko'pi, o'tgan yil ham yutgan. Undan tashqari mana bu tuman hokimligi obodonlashtirish tomonidan kanalizatsiyaga mablag' ajratilyapti-da. Quruvchi kanalizatsiyani ishga tushirgandan keyin sizlarni balansga o'tkaziladi, to'g'rimi? Sizlarni balansga o'tkaziladi. Shuni qabul qilayotganda mutaxassislar borib ko'rib qabul qilib oladimi yoki qog'ozda qabul qilib olasizlar? Yo'q, ko'rib, o'zimizga o'tgandan keyin o'zimiz xizmat ko'rsatamiz ta'min. Nimaga unda ko'rib qabul qilib olgan bo'lsanglar, mana hozir Xo'jakent MFIdagi, Kichiksoy MFIdagi o'tgan yil tortilgan kanalizatsiya ish oxiriga yetmasdan qabul qilib olgan. Qaysi Xo'jakent eng aniqami? Eski. Bu o'zimiz yurganmiz-ku. Ishlamayapti hozir kanalizatsiya, suv to'lib qolgan ekan. Nosozlik bo'lishi mumkin. O'zimiz yurganmiz. Yo'q, shu uruvini kelgan joyida, shu noto'g'ri uruvin qo'yilgan ekan, shuni hisobiga suv ketmayotgan ekan. Kichiksoy MFIdagi maktab 11-maktab bilan 1-bog'chani mahallasidagi quvur tortish paytida ustidan mashina o'tib yorilib ketgan, shu bo'yicha yopib ketib yuborishgan. Hozir shu mahallada kanalizatsiya ishlamayapti. Qo'shishamiz, lekin Xo'jakent bo'yicha o'zimiz chiqdik. Xo'jakent bo'yicha o'zida chiqqan bo'lganlar bilan oxiriga yetmagan. Yo'q. Ishlamayotgan. Shu Xo'jakent bilan yashaymiz. Dengiz suv bilan kanalizatsiya tortilgan ko'chanda. Ha, shu. Shu ko'chani O'zimiz ko'chalarni Son bo'yicha ham mana o'z askarlar ketdik, mahalani suv oxiriga yetmadi-ku insonlar. Qumsondan oxirigacha yetmadi. Lekin u qanaqada qabul qilib yuborilgan. Ketdi, o'sha asfalt tuziladi endi. Shuchilar, kolxozlar qum tashladi-ku. Lekin o'sha rejada u qabul qilinib, tasdiqlanib ketdi, yopilib ketdi. Quruvchi pulni olib bo'ldi 100%. 98 bo'yicha bo'lgan, 98 qabul qilingan Xo'jakent. Kichiksoyda open byudjet bo'lgan. Kichiksoy chiqib ko'raman, bo'yicha mana qilib lekin. Chiqib ko'ring. Shuni nazorat qilsangiz yaxshi bo'ladi. Haqiqatda bu masala dolzarb. Mana Haqqullaga Sobraxiy mahallasida ham xuddi shunday holat. O'sha kanalizatsiyadan aholi tomonidan ko'p murojaat bo'ladi. Shu 98 bo'yicha qilingan u ham, lekin ko'p joy ishlanmaydi. O'sha masalalar ham haqiqatda bu masala dolzarb, buni ko'tarib ko'rish kerak. Uchta hozir bu yoqqa dod ko'tardi nimani? O'sha bular qabul qilgan Sobraxiy o'zi ham biladi. Sobraxiy MFIda ham xuddi shunaqa bo'lgan 3ta ko'cha umuman ishlaydi. O'rinlarni o'rinlar shunaqa kelyaptiki, to'g'ri yetyapti. Kelayotgan turba bu bundan past kelyapti. Qarang, bu kelayotgan turba to'lib keyin o'qish kerak. Ungacha sasib aholini noroziligi to'g'ri kelyapti. Ishlamagan nimalar ham. Men o'zim shaxsan tuman prokuraturasiga yozib berganman o'sha nimani quruvchilar bo'yicha, lekin afsuski bular qabul qilgan o'sha narsani. Bu to'ppa-to'g'ri narsani ko'taryapti, o'shani bir umumiy nima qilinadi, xizmat idorasi etuvchi, lekin shunaqa holatlar to'ppa-to'g'ri bo'lyapti-da, o'shani bularga o'tgan bo'lsa, bular qabullov qilgan bo'lsa, bular javob berish kerak. Javob berish kerak. O'shaning uchun biz quruvchilar emas, men sizlardan talab qilamiz. Bartaraf qilishga harakat qilish kerak. Bu narsani barib qo'yilmaydi. Bu 408 bo'yicha qilingan, bu to'g'ri hammamiz ham bir masalalashi shuni nimani ko'tarmoqchi edik. Hozir shu masalalar ko'tarilyapti, lekin shuni ras qabul qildinglarmi? Marhamat, o'shani bizga xalqqa ishlatadigan qilib berish bizga talab qilamiz. To'g'ri. Yana kimda qanaqa savollar bor? Qarang, oldingi yil bitta masalani qo'ygandim, Ko'kton dedi deputatlar. Mana aholiga suv beryapsizlar, o'chirib qo'yilganda, lekin borib sizlar tomonidan inspektordan o'shanga pul yozyapti-da. Lekin suv yo'q. Oldingi yil u masalani qo'ygandim, yana hech kim nazorat qilmaganda shu. Nima sababdan mana suv yo'q, suv kelmaydi, lekin o'chirib aylanganda o'chirishga xalq pul to'layapti. Havoga aylangan, lekin yoqdan sizlar ular abonentlar perrashot qilib beramiz hozir. Bu oldin yoz paytida nasosimiz ishlamay qolib, suv tarqatib ko'p mana suvdan muammo bo'lib qoldi. Hozir nasoslar ishlayapti, hammada suv bor 100%. Agar men o'zim nomerimni topib mana qilsangiz, joy ichib qilib beraman. Ya'ni ikkinchi masala, men sizlarga mahallaga bo'lingan bir suvni o'chirishdan oldin ogohlantirish nega berilmaydi sizlarga? Yashaymiz, suv birdaniga o'chib qoladi. Nima sababdan ogohlantirish bersa bo'ladi-ku? Mana shu joyda avariya bo'ldi. Qildi. Mana kecha ham elektrisitet o'chirdi, Naxalkada. Stariyada o'chirishdi, Naxalkada o'chirishdi. Ular ogohlantirishmadi. Katta kelib avariya bo'lganiga shunga.
Bizlar lekin o'sha kundan xalqqa o'sha imkonni e'lon berganmiz, sal lekin vaqt cho'zilib ketdi. Shuni hisobiga ozgina norozigarchilik bo'ldi. Rahmat. Savollar bormi yana? Rahmat. Mana bu nima suv ta'minot bir narsani aytyaptiki, 8 ta mahalla suv bilan ta'minlanmagan. Shuni bizlarga kelayotgan xabar 11 ta mahalla ta'minlanmagan. 8 taning ichida 3 tasi anaqalikda Chimgan Chorvoq. Shuni Bular xizmat ko'rsatmaydi, bular xizmat ko'rsatmaydi, lekin aholi suv bilan ta'minlangan. Nobod, Chimgan, yangi Qo'rg'on mufiylari Chimgan Chorvoq. shuni tarmoqqa ulashishni rejalashtirganmi yo'qmi? Qachon? Hozir aytdimku 4 ta mufiy bo'lishi. Shu hozir buyurtma qilinmiş 4 ta mufiy. Qolgan Qoramozor, bu yerda ham suv tortilgan, boshqa qilingan sipajlar qo'yilgan, faqat qabullashlar oxirigacha yetkazilgan. Bundan tashqari Qoramozorimiz ham bor. Rahmat. Yana agar savollar bo'lmasa, bu masala bo'yicha qaror loyihasi tayyorlangan, hammaga tarqatilgan. Qaror loyihasini ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Shu masala bo'yicha qaror loyihasi tasdiqlandi. Rahmat. Endi deputatlar, kun tartibidagi 4-masala Bo'stonliq tumanida suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasining 2025-26 yillar nosug'orish davri uchun suv resurslaridan oqilona foydalanish yuzasidan hisoboti hamda 2026 yil sug'orish mavsumi uchun iste'molchilar kesimida suv limitini ta'sirlash to'g'risidagi masala bo'yicha so'z Asror Muhutovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentimizning 26-yil 5-fevraldagi suv resurslaridan oqilona foydalanish va samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident qarorining 47-sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24-yil 5-yanvardagi Qo'yibug'indagi suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish va hamda resurslaridan oqilona foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qarorining 5-sonli va Vazirlar Mahkamasining 24-yil 9-fevraldagi suv yetkazib berish xizmat davlat muassasasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 79-sonli qarorlarni ijrosini ta'minlash maqsadida 25-yil 26-yillar nosug'orish mavsumi uchun Bo'stonliq tumani suv yetkazib berish xizmati DM tomonidan Bo'stonliq tumani uchun 13.9 million metr kub suv ajratilgan. Suv limitlari hududlar va iste'molchilar kesimida ishlab chiqildi va tuman xalq deputatlar kengashi tomonidan ko'rib chiqilib qaror chiqarilgan. 25-yil 26-yillar nosug'orish mavsumida Bo'stonliq tumani suv yetkazib berish xizmati DM tomonidan suv iste'molchilariga yetkazib berilgan suv miqdori har oyning 5-sanasiga qadar Chirchiq Ohangaron irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasiga va tuman soliq inspeksiyasiga hisobotlar to'liq topshirib boriladi. Suv tejamkor texnologiyalar joriy qilish rejalashtirilgan bo'lib, manziliy dasturga ko'ra 25-yilga suv iste'molchilari tomonidan jami 550 gektar yer maydonida suv tejamkor texnologiyalari joriy qilingan. Suv tejamkor texnologiyalar orqali sug'orish ishlari amalga oshirildi. Amalga oshirilganligi sababli suv tanqisligi yuzaga keldi. Shu sababli kanallarning suvlik darajasini kelib chiqib, iste'molchilarning suv bilan ta'minlanganligi darajasi ishlab chiqildi. Suv tanqis bo'lgan hududlarda suv yetkazib berish chora-tadbirlari ko'rilmoqda. Ya'ni suv yetkazib berish xizmati bo'lgan hududlarda suv iste'molchilariga suv tejamkor texnologiyalar joriy qilish ishlari olib borilmoqda. Jumladan 26-yil 1190 gektar yer maydonida suv tejamkor texnologiya joriy qilish, ya'ni 600 gektar yong'inlatib sug'orish, 290 gektar lazer tekislash uskuna orqali 300 gektar egiluvchan quvur rejalashtirilgan bo'lib, rejaga asosan iste'molchilar kesimida manzilli dasturlar ishlab chiqildi va tuman hokimligi tomonidan tasdiqlandi. Bo'stonliq tumani suv yetkazib berish xizmati DM tomonidan 26-yilgi kuzgi qishki dasturga ko'ra 13 kilometr 200 mexanizm yordamida kanallarning tozalash